Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsiz diqqatinglar ekranımız olsun. Ürümçi 5 kunlik qamal qilindi. Bir necha kundan beri Sharqiy Turkistonda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar tez sur'atda ko'paygan bo'lib, Xitoy doiralari Ürümchining asosiy rayonlarining 10 avgustdan boshlab 5 kunlik qamal qilinganligini e'lon qilgan. Xitoy taratqularning xabariga asoslanganda 10 avgust 24 soat ichida Sharqiy Turkistonda alomatsiz yuqumlanuvchilardan 380 ko'paygan bo'lib, bularning 284 G'ulja shahrida, qolgan bemorlar Ürümchi, Altay, Qumul, Turpan, Kola va Xotanda ekan. Bunun bilan Sharqiy Turkistonda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar 916 ga yetgan. Bularning hammasi alomatsiz yuqumlanuvchilar bo'lib, rasmiy diagnoz qo'yilganlar yo'q ekan. Yuqumlanuvchilarning ko'payishi sababli Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida kontrolli taximi kuchaytirilgan. Jumladan Ürümchida 10 avgustdan tortib 5 kunlik qamal yo'lga qo'yilgan. Xitoy tashviqot organi Yer shari vaqt gazetining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, Ürümchi shahrining Tangirtog, Sayba qatorliq ko'plagan muhim rayonlarda mazkur qamal tadbiri ijro qilingan bo'lib, barliq idora organlarida o'ltiraq rayonlarda birlik kirish chiqish eg'izi qoldirilgan. Barliq aholilarning uyidan sirtqa chiqishi cheklangan. Aloqador xodimlar maxsus kinishka bilan harakat qilgan. Virusga qarshi qattiq kontrol tadbirlari Sharqiy Turkistondagi aholilarni andishiga solgan bo'lib, ijtimoiy taratqularda tarqalgan sillarda Sharqiy Turkistonning bir qism joylarida ko'ktat bahosining 10 hassa o'sib ketganligi, kishilarning uzun uchratda turib yemeklik ko'ktat setib olganligi ko'rsatilgan. Xitoy rejimi izchil holda atalmish yuqumni nolga tushirish siyosatini ta'kidlab kelgan bo'lib, navbatda yuqum ahvoli og'ir bo'lgan Sharqiy Turkistonda bu siyosat yo'lga qo'yilishga boshlagan. Navbatda aslida irqiy qirg'inchilik siyosati ostida yashayotgan Sharqiy Turkiston xalqining yuqumga qarshi radikal tadbirlar sababli tiximi og'ir bostirish, qattiq nazorat va iqtisodiy bisimga duch kelishi haqidagi andishalar kuchaymoqda. Biden hukumati Xitoyga tamojna bejini azaytish planini qayta o'ylashmoqda. Xitoy armiyasi oldingi kunlarda Tayvan atrofida zo'r ko'lamli harbiy manevr o'tkazib, ig'vogarchilikni kuchaytirgandan keyin Biden hukumatining Xitoyga qarata bir qism tamojna bejini amaldan qoldirish planiga qayta qarab chiqadiganligi ilgari surilmoqda. Reuters agentligi 10 avgust bu haqda maxsus xabar e'lon qilgan bo'lib, ahvoldan xabardor shaxslarning bildirishicha, Xitoyning oldingi kunlardagi Tayvanga qarshi qilmishlari Biden hukumatining Xitoyga qarata tamojna bejini tangshash planiga qayta qarab chiqishni keltirib chiqargan. Oldingi mezgillarda Biden hukumati Amerikaning navbatdagi pul paxalligi masalasini hal qilish uchun Trump davrida Xitoyga qarshi yo'lga qo'yilgan tamojna siyosatini tangshashni, jumladan bir qism tamojna bojlarini amaldan qoldirish, boj kechirim qilish tizimligini kengaytirish qatorli tadbirlarni yo'lga qo'yishni planlagan. Ammo Xitoyning Tayvan bo'g'izidagi ig'vogarchilik qilmishlari Biden hukumatining bu planiga ta'sir ko'rsatgan. Aqsarayning bildirishicha, bu hozir o'tirg'a qo'yilgan fikr bo'lib, Biden bu haqda texi rasmiy qaror chiqarmagan. Navbatda Amerikaning yuqori darajalik amaldorlari ichida Xitoyga qarshi tamojna bejini tangshash haqida o'xshamagan fikrlar bor ekan. Jumladan Amerika savdo ministri Gina Raimondo navbatda Amerikaning pul paxalligiga duch kelganligini, bunday bir vaziyatda strategik ahamiyati tuvan bo'lgan amerikalik savdogarlar va iste'molchilarga zarar yetkazadigan tamojna bojlarini amaldan qoldirishi kerakligini o'tirg'a qo'ygan. Ammo Amerika savdo vakili Catherine Tai Xitoyga qaratgan tamojna bejini azaytishga qarshi turgan bo'lib, uning qarashicha tamojna beji Xitoy bilan bo'lgan bundan keyingi suhbatlardagi muhim ko'zir hisoblangan. Yana kelib tamojna bejini amaldan qoldirishning pul paxalligini kontrol qilishda unumi ko'rinarlik bo'lmaydi ekan. Xitoy yangi aqtashliq kitobida bir qism va'dalardan yenib oldi. Xitoy rejimi 10 avgust Tayvan masalasiga aloqador yangi aqtashliq kitob e'lon qilgan bo'lib, oldingi qitimliq aqtashliq kitobida tilga ilingan Tayvanning yuksak avtonomiya huquqiga aloqador va'dalarini chiqarib o'tgan. Xitoy Tayvan ishlari ishxonasi va Xitoy axborot ishxonasi chorshanba kuni Tayvan masalasi va yangi davrdagi Xitoyni birlikka keltirish ishlari nomli aqtashliq kitob e'lon qilgan. Ammo bu qitim burunqi aqtashliq kitoblarda tilga ilingan birlikka kelgandan keyin Tayvanda yuksak avtonomiya yo'lga qo'yildi. Xitoy markaziy hukumati Tayvanda armiya va ma'muriy xodimlarini turg'izmaydi degan mazmunlarning chiqarib o'tilishi diqqat qo'zg'agan bo'lib, bu Xitoy kommunist rejimining Tayvanni qo'lga kirgizgan taqdirda to'liq avtonomiya huquqi bermaydiganligidan derak berdi ekan.
Xitoy rejimining 1993 yili va 2000 yili Tayvan haqida e'lon qilgan aqtashliq kitoblari yuqori mazmunlarni o'z ichiga oladi ekan. Ammo Xitoyning Tayvan bo'g'izidagi tahdid xarakterli harakatlarining kuchayishi va Nancy Pelosining ziyoratidan keyin Tayvan Xitoy munosabatining texmo jiddiylashishi orqasida e'lon qilingan bu aqtashliq kitobda zo'r o'zgarish bo'lgan. Navbatda Tayvanning hokimiyat beshida turayotgan Demokratik taraqqiyot partiyasini og'dirib tashlaydiganligi, Tayvan mustaqilchiligiga qattiq zarba berganligi, Amerikaning Tayvan orqali Xitoyni kontrol qilmoqchi bo'lganligi haqida jar silingan. Tayvan hukumatı shu kuni kechda bu to'g'riliq bayonot e'lon qilib, Xitoyning harbiy tahdidlarini kuchaytirayotgan bir paytda yana bu atalmish aqtashliq kitobni e'lon qilganligini, xalqaro qonunga zid mazmunlarni tilga olganligini tanqid qilib norozilik bildirgan. Xitoy kommunist rejimi yillardan beri Tayvanni qo'lga kirgizgan taqdirda atalmish bir davlatda ikki xil tuzum siyosatini yo'lga qo'ydiganligi, Tayvanning ijtimoiy siyosiy tuzilmasini saqlab qolganligi haqida jar silib kelgan bo'lsa-mu, Tayvan taraf buni rad qilmoqda va Tayvanning taqdirini tayvanliklarning o'zi belgilaydiganligini ta'kidlab kelgan. Xitoy Tayvan atrofidagi harbiy manevrlarini oxirlashtirdi. Xitoy armiyasi Amerika Avam palata raisi Nancy Pelosining o'tgan haftadagi Tayvan ziyoratidan keyin Orol atrofida boshlagan harbiy manevrlarini oxirlashtirganligini uqtirdi. Xitoy armiyasi Sharq front qo'mondonlik shtabi bayonotchisi Shiyi bayonot e'lon qilib, Tayvan atrofidagi dengiz va havo bo'shlig'idagi manevrlarning oxirlashganligini, manevrlar doirasidagi vazifalarning tamomlanganligini, armiyaning birlashma jang qilish iqtidorining unumli sinab qilinganligini tilga olib, Beyjingning Tayvan bo'g'izidagi vaziyatni nazorat qilganligi va jang tayyorligi manevrlarini muntazam shaklda ijro qilganligini bildirgan. Bu bayonot Xitoy hukumatining bugun atigan Tayvan siyosati haqidagi aqtashliq kitobini e'lon qilgandan keyin e'lon qilingan. Xitoy armiyasi Nancy Pelosining ziyoratidan keyin 7-8 avgust kunlari Orol atrofidagi 6 rayonda harbiy manevr boshlagan bo'lib, manevr to'g'risidagi havo bexatarlik ogohlantirishining muddatining 7 avgust kechasi to'shqanligiga qaramay 8 va 9 avgust kunlarimi davomlashgan edi. Koreya Xitoyning havo mudofaa sistemasiga aloqador talabini rad qildi. Koreya hukumati Xitoyning Koreya tavalligiga Amerikada yasalgan boshqarilgan bomba sistemasini o'rinlashtirmaslik to'g'risidagi chaqiriqni rad qildi. Koreya Tashqi ishlar ministrligi ministri Park Jinning 9 avgust Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan o'tkazilgan uchrashuvdan keyin yozma bayonot e'lon qilib, yuqori bo'shliq havo mudofaa sistemasining amaliyoti koreyaliklarning hayoti va mol-mulkini qo'g'dashdagi bir mudofaa quroli ekanligini, Koreya tarafining bu masala haqida Xitoy bilan suhbatlashishni xohlamaydiganligini bildirgan. Bayonotda yuqori bo'shliq havo mudofaa sistemasining Janubiy Koreyaga o'rinlashtirilmasligi to'g'risida rasmiy kelishim yoki berilgan va'dalarning yo'qligi tilga olinib, ikki tarafning yuqori bo'shliq havo mudofaa sistemasiga munosabatli qarashlarining farqli ekanligi ta'kidlangan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin bu vaqtdagi bayonotida yuqori bo'shliq havo mudofaa sistemasining Xitoyning strategik bexatarlik manfaatiga buzg'unchilik qilganligini, Koreyaning yuqori bo'shliq havo mudofaa sistemasi faoliyatini cheklashga va'da berganligini da'vo qilgan. Zelenskiy urush Qrimni ozod qilish bilan oxirlashishi kerak dedi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Ukraina urushining Qrimdan boshlanganligini va cho'qim Qrimni ozod qilish bilan oxirlashishi kerakligini o'tirg'a qo'ydi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Rossiya tarafidan qo'shilingan Qrimdagi Rossiyaga tava Novo-Fedorivka harbiy havo armiya bazasida tunugun yuz bergan portlashdan keyin Ukraina prezidenti Zelenskiy yangi bir bayonot e'lon qilgan. Zelenskiy urushning Qrimdan boshlanganligini tilga olib, Qrim Ukrainaga tava. Biz Qrimdan hargiz voz kechmaymiz. Rossiya Ukraina urushi Qrimdan boshlangan va cho'qim Qrimni ozod qilish bilan oxirlashishi kerak degan. Navbatda Donbas rayonida Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi to'qinish davomli kuchayayotgan bo'lib, Rossiya tarafidan qo'shilingan Qrimdagi Rossiyaga tava Novo-Fedorivka harbiy havo armiya bazasida tunugun uda 7 qitim portlash ovozi anglangan. Turkiya o'zak ishlab chiqarishga tayyorlanmoqda. Turkiya Savdo ministri Mehmet Mush o'zak ishlab chiqarish uchun poytaxt Anqarada bir o'rin ajratganligini va navbatda bu haqda xizmat ishlayotganligini bildirdi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Turkiya Savdo ministri Mehmet Mush Qaysariyada o'tkazilgan bir yig'inda butkul dunyoda yuz berayotgan o'zak krizisi haqida to'xtalib,
Özek ishlab chiqarish sur'ati ostilganda elektronlik uskunalar va avtomobillarni ishlab chiqarish sur'atining ostlaydiganligini ta'kidlagan va Tayvan intayin muhim özek ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. Bizning bu jihatda silimlarimiz bor. Hatto buning uchun Anqaradagi ma'lum o'rin ajratildi. Hozir bu haqda sanoat va texnologiya ministrligi xizmat ishlayotidi degan. U so'zida yana raqamlashgan har soha bu o'zakka ehtiyojli bo'ladi. Buningga bo'lgan talab kuchaydi. Biz Turkiya bo'lish sifatimiz bilan o'zak ishlab chiqaruvchi kuchga aylanishini nishon qilyapmiz degan. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugün xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. Ətiki xəbərimizi görüşkücə sizlərni Cənab-ı Allah tapşırırıq. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxasındakı barlıq xidmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmetullah.